2026-yilda pishgan g'isht narxlari, xom g'isht narxlari qiziq bo'lgan akalarimiz uchun asobiy videomiz zavoddan birinchi qo'ldan bo'lyapti. Akalar, xudo xolasa sanamiz 2026-yil, 24-aprel sanamizdagi zavoddagi holat. Zavodlarimiz katta, kuniga ikkita zavoddan 100 mingdan 200 minggacha xom g'ishtlarimiz, ikkovi bo'lib 100 minggacha pishgan g'ishtlarimiz chiqadi. Razmerlari 25-12-6 razmerda bo'lgan Bag'dod g'ishtlari. Bizimiz mana mashinaning tevasidan ham taglangan holatlari, siniqlari bonus hisobida qo'shib beriladi. Siylariga, sifatlariga alohida bir baho beramiz. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan, o'sha hamma bilgan albatta Bag'dod g'ishtlari. Xom g'isht so'ragan akalarimizga qo'shni tumanlarga yetkazib beryapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. Xom g'ishtlarimiz narxi 450 so'm zavodda yuklatib berish ichida, pishgan g'ishtlarimiz 780 so'm, juma kunlari 770 so'mdan qilib beriladi. Nomerlar pastda qoldiramiz va tafsil ma'lumot uchun aloqaga chiqamiz.